Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli körülmeler. Vaka ve Mülahize programımızın 77. saniyede görüşünlerini qarşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Qadirli körülmelerimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek, uzundan buyon davomlashtirib kelayotgan programımızda her daim kun tartibidagi masalalarni mulohiza qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Bugungi temamiz hammalarga tanish bo'lgan vatan ichi sirida tunilgan peshqadam jurnalist kasbdoshim hurmatli Gulchehra xonim taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganlik uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ko'p rahmat. Siz bilan bu suhbatda bo'lganimga intayin xursandman. Rahmat sizga. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bugun Gulchehra xonim bilan to'xtalgan temamiz tashkilotlar g'arb va reallik. Biz bir axborotchi bo'lish sifatimiz bilan albatta butun dunyodagi muajiratdagi dunyoning har qaysi joylarida xizmat qilayotgan va millatimiz uchun xizmat qilayotgan tashkilotlarni yaqindan ko'rishimiz albatta ularning xabarlarini qilayotgan ishlarini huzuringizga xilma-xil shaklda yo xabar shaklida yo program shaklida sunib kelyapmiz. Bugun biz bu nuqtalardan tajribali bir axborotchi İstanbul ziyareti sababli yanımda bo'lganligi uchun tashkilotlarimiz haqida g'arbdagi siyosetchilarning dunyodagi bo'layotgan davolg'ishlarninki bu qadar tez o'zgarayotgan bir muhitda mushlarni cho'rdigan asosda suhbat qilib boqayli deb o'ltiribdi huzuringizda. Unda bo'lsa programmamizni boshlab ketsak. Shunday qilaylik. Endi diasporada albatta davomizninki yili qarasak hamda şu işgaliyetden keyin milletimiz mayli Türkiye'dekini qilsak mesela İsa Yusuf Abdikin bo'lsin, Muhammed Amin Bug'ra bo'lsin, shular bilan selingan bu urug' va bu yerdan Turkiyadan butun Yevropaga tarqalgan qo'ldan kelgan butun tirishchilikni ko'rsatib milletimiz shu uzun yillardan buyon izchil davomlashyapti. Bu tajovuzchilarningki lager siyosati dunyoning butun dunyoda kun tartibga kelgandan keyin bu irqiy qirg'inchilik masalasi dunyoda qaytadan bir Sharq Turkiston davosini bu millatning tortayotgan alamlari dunyoda qaytadan bir kun tartib bo'ldi. Endi mushunda bir davolg'ishdan keyin yana bugun bir xil turg'unlikqa kelgandek bir kayfiyat bor endi. Şu an bugun endi bir axborotchi bo'lish sifatingiz bilan sizcha davo bugun qaysi bosqichga keldi? Yuqori pallaga chiqib olib biraz bir turg'unlik nuqtasiga kelyapti. Mushaxtiki bir ko'z qarashingizni anglab boqmasak. Ko'p rahmat bu savolni so'rag'iningizga. Albatta, endi siz bilasiz, muxbir bo'lish sifatimiz bilan biz hech qanday bir siyosiy tashkilotlarga yoki ommaviy tashkilotlarga a'zo emas, faqat betaraf turib shularning elib berayotgan faoliyatlari, ularning maydonlarini anlatamiz endi. Bu yüzden muxbirlik shunday bir alayda kasbki hamma guruhlar bilan o'xshash munosabatda. Uning uchun biz texmi yaxshi kuzata olamiz, chunki jiroqdan. Endi menimcha Uyg'ur davosi davatgan davoning boshlanish nuqtasi va hozirgacha davomlashib kelayotgan bu g'oyasida hech bir farq yo'q, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligi, ya'ni Uyg'urlar elining Xitoy ishg'oliyati ostida ekanligidek bir reallikni o'zgartirishga o'zining kuchini sarf qilish va kuchli davlatlarning va bizni himoya qiladigan xalqlarning allarning bir hissdoshligiga erishib bizning chet ellarda turibmi shu Xitoyga qarshi faoliyatlarimizni kuchaytirishimizga hamdamda bo'lishini qo'lga keltirish shunday bir davo bilishimcha. Halbuki o'xshamagan yo'llarni tutish fikrlari mavjud bo'lsa-mu, bu yerda g'oya birligi yana bir erkin Sharq Turkiston, mustaqil Sharq Turkiston qurishdek o'rtaq bir narsa bo'lg'achqa, yanala chechilganlar yana to'plashib bir yerga kelib, yana ba'zi bir fikr ixtiloflari bilan o'zlari o'xshamagan tashkilotlarni qurib qilgan bo'lsa-mu, meningcha bu yerdagi g'oya birligi bizdagi eng chong qurolchi. Bu nurg'un davlatlar, nurg'un mustaqilligi ishga oshmayotgan bizga o'xshash mustabid ostidagi millatlarda kam uchraydigan bir narsa. Biz bu jihatda intayin aniq qarshimiz. Chunki buning Xitoy bilan madaniyat farqimiz, bo'pmi, diniy e'tiqod farqimiz bak cho'ng rol o'ynadi deb qarayman. Hech qachon Xitoyni o'zimiz bilan teng ko'rmadik.
hech qachon Xitoyning biz bir qismi deb qaramadik. Ming yillarning shunda qo'g'ashqa islom dinini jini bilan, qini bilan, butun ro'yiti bilan qo'g'dab kelgan bir millat. Shunga intayin ixlos bilan eng pok musulmonlar shu Uyg'urlarniki amaliyotda deyman-chu. Shunga meningcha endi tashkilotlarning keyingi davrlarda tutgan yo'li ba'zilar ya'ni cho'qim vatan deganni kurash qilib qon to'kib oldi deb ba'zilar u bir yo'lni tutgan bo'lsa, ba'zilar tinchlik yo'li, ya'ni namoyishlar, o'zimizningki haqidagi kishilik huquq dokladlari, kishilik huquq ya'ni talab qilish harakatlarimiz orqali mustaqil o'z huquqini o'zi belgilash degandek xalqaroliq nima deyman, o'zining erkinligini qo'lga keltirish uchun tirishayotgan shunda bir turkumdagi xalqlarning, masalan Tibetlarning ashundaq da'vo yo'lini o'xshash tutsak, bu texmo ya'ni bexatarroq bir yo'l deb qaradi endi. Lekin bugungi realligimizni e'tirof qilishimiz kerak. Mayli qaysi yo'l bo'lsin, o'xshashlar oxirgi hisobda biz texcha o'z mustaqilligimizni qo'lga keltirganimiz yo'q. Hatto yildan yilga bizning xalqimizning vaziyatida og'ir o'zgarishlar bo'ldi. Xitoy kuchayib mandi. Endi bu bir reallik oldimizdagi. Endi meningmi mayuslangan vaqtlarim bo'ldi. Men 25 yillik muhojiratlik hayotimni xalqimning dardini anglatish, xalqimga ham dunyo vaziyatini o'zlariga dunyoning qanday qaraydiganligini anglatish, hem haq huquqlarının nima ekanligini tushuntirishdek bir nimalar bilan mashg'ul bo'ldik. Hatto bugungi vaqtning o'zidami Uyg'ur xalqi o'zining haq huquqining, ya'ni tug'ilish bilan berilgan, Alloh tarafidan berilgan bu erkin so'zlash, erkin kiyish, e'tiqod qilish, o'zining farzandlarini o'zi xohlagancha tarbiyalash, hatto xohlagan joylarga berishdek haq huquqni Alloh tarafidan berilgan bir erkin, ya'ni huquqlar, tabiiy huquqlar ekanligini tushunmaydi. Azroq shu narsalarga erishib qolsa, partiya hukumatim menga yo'l qo'yganlik uchun deb tushundigan. Uni azroq nima qilsa, rejimga uchirsa, bu hukumatning siyosatlariga taqashqini uchun men buni bo'ysunishim kerakka deb bo'ysunmaganlarni Xitoy hukumati so'ligan bo'lsa, shu xuddi haqliqdek, hatto shu beshiga kelgan kulpatlarni haqliq deb sezayotgan Uyg'urlar bo'lishi mumkin-ku. Endi bu uzun yillik shu mustabid hokimiyatning ostida yashagan millatlarning hammada ko'rilgan benormal psixikalik bir xil qulluq mijoz ekan endi. Ashundaq taslim bo'lib ketgan Uyg'urlarimizmi oz emas, oq ko'ngilligidan, shu dunyoni ko'migindan, o'zining qimmatini bilmaganligidan, o'zining huquqlarini hech qachon voyaga yetkazib bir harakatida mundaq huzur olib boqmagani uchun haqiqiy erkinlikning nimaligini bilmaydi. Uchun yanil bu jihat xalqimizni tarbiyalashimizga to'g'ri keldi hamda. Mushundaq biti chet elga chiqib qolgan odamlarimizmi oz emas. Shunga meningcha hamda bizda cho'ng ixtilof yo'q. O'xshash g'oya bo'lgandikin, men shu cho'qim birlashish kerak, birlashmasak bo'lmaydi degan bu tashviqotni yaxshi ko'rmayman-ku o'zim shaxsan. Nima uchun birlashib olsa, cho'qim birlashishning hojati yo'q, hamkorlash, bir-birlarini e'tirof qilish eng muhim. Buni o'xshash ishni qilyotdi o'zining kuchiga yetishicha. Menmi o'xshash ishni qilyapman, ya'ni o'xshash bir nishonga yetish uchun harakatlanyapman. Mening yo'lim bo'yicha. Shunaqa bir-birimizni e'tirof qilganda, endi bu yo'l xuddi poyezdning relsidek uzaydigan gap. Ikki tarafga chechilganda bu poyezd mangmaydi. Shunga o'xshash meningcha bir-birimizni hurmat qilish asosida, bir-birimizning fikrini, ya'ni to'g'ri tushunish, anglash asosida hamkorlik hammadan muhim. Men shundaq bir tashabbusni qo'llayman. Bu mening tashabbusim emas, ammo mushundaq ruhni, mushundaq tashabbusni qo'llovchining birisi. Shuning uchun bundan keyingi yo'limizda shu savalliklarimizni tuzatishimiz to'g'ri keldi. Chunki biz endi nurg'un Uyg'urlar badal to'laganlarmi shuncha qildim. Hech nima ma'lum edi-ku, baribir xalqim yana shu asorat ostida, davlatim yana munqarizlikning ichida deb mayuslanishimiz mumkin. Lekin biz jiqishlarni qildik, to'lagan badallarimizga loyiq bugungi shu Uyg'urlarni tushunish, Uyg'urlarning erkinlik orzularini hurmat qilish bu
narsa hamda bu tuyg'u nurg'un xalqaralashdi desak bo'ldi-chu. Ularga tashkilotlarimizni qo'llamaydi emas, qanday qo'llashni bilmaydi, chunki notunish. Biz o'zimizning ishchidan harakat qilib kelayotgandak, o'zimizni o'zimizga tonishtiribki, oshning bilan ovardakli his qilmay ba'zida hamda 20 necha yillik kuzatishim jarayonida datalash qilishga tegishli emas temalarga bakarak kuchimizni beramiz. Haqiqiy masalani hal qiladigan temalar jiroqlarni qilib qo'yatadi. Shu meningcha qarindoshlarimiz bu badal to'lagichilar ko'p xizmatlarni qildi, uning natijasini ko'rdik haqiqatan. Burungi qilganlar medialarga va yoki har xil tashviqot nimalarga ancha chiqarilmagan bo'lsa-mu, ko'rilmagan bo'lsa-mu, masalan, uni deganim biz yengkap shu Erkin Osiyo radiosi ishlagandan tortib, shu Rabiya Qodir xonim sahnaga chiqqıchi bo'lgan oraliqda biz chet ellik muxbirlarning Uyg'urlarni ziyorat qilganini ko'rmagan. Uyg'urlar haqida bir xabar berganlarini bir cho'ng bir nima deb berib qolmasa, cho'ng voqealar yuz berganda unda bir diqqat qilib xabar berib baxmagan shu Rabiya xonim yangi turmadan chiqib Amerikaga kelganda men bak umidlangan xuddi 3-4 kunda bizning endi davlatimiz mustaqil bo'lgan bo'ldi deb, yo'q, biz umidni bir shaxslarga, bir yo'lboshchilarimizga yoki tashkilotning beshidagi odamlarga bog'lab olyapmiz. Bu nima deyman, davan tushunmaganlikchu. Shu keyin chiqqan masalan Uyg'ur siyosati, Uyg'ur da'volarini tushunmagan Uyg'ur xalqimiz o'sha tashkilot beshidagi odamlarni bizni erkinlikka boshlab borguchi deb tushunaylik. Ularimiz sizga o'xshash xizmat qiluvchi amaliyotda shu davlatning keyingi kelgusi mustaqillik uchun. Biz bu umidni insonga, ya'ni bog'layapmizda yanala. Shuning uchun bu insonlar degan har xil xatoliklarni qilib qoladi, chunki u inson. Hammamiz o'xshash. Uning xizmatini e'tirof qilish bilan birga agar uningda xatolik yuz bergan bo'lsa, uningki xizmatini e'tirof qilmay o'zini yerga urimizda, shuninglar uning qilgan bir muncha o'sha xatolashning oldingi xizmatlardan hammani yo'q qilamiz. Shuninglar bu da'vo xuddi ilgirlamayotgandek, shu bir insonning xalq qalbidagi yoki ko'pchilik shu nima deymiz, jamoat qalbidagi obrazning yerga tushishi bilan bu da'voning shunchalik uzun bo'lgan natijalarni tang yerga tushib yer bilan yaksan bo'lib ketsa, bu adolatsizlik menimcha. Bu da'vo degan qo'ldan qo'lga o'tadigan, kuch yemaganda yana birisi kuch ulab yugurashga o'xshash. Aka sen mishaga chiqibsan, men davomlashtiray deb bunday yuguraydigan bir da'vo bo'lish kerak. Buni hammadan tuta olish kerak. Shundaymi? Biz xuddi shu da'vo beshidagi insonlarimizga va yoki har qaysi yashayotgan davlatlardagi shu davlatlarning siyosiyonlariga bu mustaqillik irodamizni, umidimizni bog'lab qo'ysak, afsuski umidsizlanamiz. Bu umid hammadan yuqorida turadigan Allohga bog'lanish kerak eng boshda, ondan o'zimizga. Men nima qildim? Men nima qila olayman bu sharoitimga? Masalda. Bu narsani bak aqalli bir narsa, ammo lekin xato bir boshlashmoqchi cho'qinish. Mesela da'vo beshlik qilayotgan ishni hargiz men qila olmayman deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin. Bu to'lagan badalni men to'lab bo'lmayman. Nima to'lab bo'lmaysa? Sen Sharqi Turkistonning egisi bo'lishni xohlasan, uning uchun badal to'lashni o'rganishing kerak. Sen hech qanday badal to'lmay turib, qanday bu men Uyg'ur, men Sharqi Turkistonlik degan bu suyumlik so'zdan manfaatlanaysan. Shu men deyman, uning uchun bir badal to'lashni o'rgan. Mayli kichik, mayli cho'ng. Hech bo'lmasa qalbingda, ha? Hech bo'lmasa qalbingda men Sharq Turkistonlik Uyg'ur. Hech qachon hech kimga qul bo'lmayman. Mengu shu yuragimdagi vatan bilan yashayman deb bunda bir aqidani, irodani ichimizga solmasak, bu chet elda tortayotgan mushkul haqiqatan mushkul hisoblandi. Bo'lmasa, siz bir ishlarni qilayotgan bo'lsangiz, shu mushkul sharoitda u huzur, ha, mening qilayotganlarimni Alloh ko'rib turibdi-ku. Qanchalik qalbimda vatanga so'ygim borligini, buning uchun qanchalik badal to'lashga tayyorligimni Alloh ko'rib turibdi. Buni cho'qim savob yozdigan. Yilqi bir ishonch, umid bo'lmasa, qarang. Bu narsani davomlashtirmoq, muhojiratdagi bu qatma-qat besim, bu hijratdagi judolik azoblariga, zarbalarga hech birsiga biz tayyor bo'lamaymiz. Eng boshda o'zimizni shu mustaqil Sharq Turkistonning
mühim bir parçası. Mındaqça aytganda bir binanı quruyotgan bolsak, men kesak bo'lamsam, shu binani qurgan. Bir tal mixman, bir tal yog'ochman, mensiz ma bino o'rtiramaydi deb tushunish kerak, meningcha. Hammamizning o'xshamaydigan yerlarda rolimiz bor, o'rnimiz bor. Shunga har bir Uyg'urning og'zida emas. Ya'ni qalbidan u vatanni so'yishini orzu qilaman. Ko'p rahmat, nihoyatda tafsiliy javob bo'ldi. Hamda shu xalqarodagi mayli shu taratqular bo'lsin, insonning har doim shu diqqatimizni tortadigan shu axborotlarda masalan shu dunyoda bo'layotgan har xil urush yaqinqi yillardagi har xil krizislar Sharq Turkiston davosida shu yaqinqi yillarda masalan Ukraina urushi yoki G'azzadagi masalalar desak biroz keyniga tatqandek ko'rinishni his qilalaymiz endi. Burilib ketayotgandek. Ammo shunday bir sharoitda mayli axborotchilar bo'lsin, mayli tashkilotlar bo'lsin, bu Sharq Turkiston masalasini davomli mediada shu davlatlar, qaysi davlatlarda kun tartibida tutib turish uchun masalan nimalarni qilishga ehtiyoj bor sizcha? Jiq qilishimiz to'g'ri keldi. Abay dedim qo'yliqi 15 yillik axborotchilik hayotimda, ilgirki 15 yilda xuddi dunyo bizdan xabarsizlikchi, Uyg'ur kim deb so'rasimi, ko'chada ketayotgan odamdan bunday so'rasangiz javob berolmaydigan holatda. Hamda shu vaqtda nurg'unlagan, badal to'lagan shahidlarimiz bordi. Mushu da'vo sepidimi tunilgan da'vogarlarimiz bordi, ammo Uyg'ur kim desangiz, ko'chada va yoki har qanday bir yerda biladigan odam bek ozdi. Ham bunun har xil sabablar bor. Albatta Xitoy chegirni taqvog'inish uchun u yerga sayohat kiramaydi, tadqiqotchi, jurnalistlarni kiramaydi, vatanimizdan xalqlarni ixtiyori sayohat qilib chet ellarga chiqib o'zini tanıtamaydi. Ammo shunday sharoitdimi, endi bek uzun bir davr biz bek dunyoga tunuqsiz qoldik-ku. Endi shu lagerlarni rasmiy qurib Xitoy hukumatining oxirgi bir nimdeyimiz tedbir süptideymiş şu Şarkı Türkistan'ı umumen to'liq işgal qilib Uyg'urlarni yo'qotish siyosati bo'lgan bu Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini olib berishi bilan biz fokus nuqtasi bo'ldik, ya'ni medialarning. Bizning ovozimiz ilgirkidan bekarak shuqur chiqdi. Va jon halqig'imga yetganda, ishtimi tomdan sakraganda bütün hamda Uyg'urlar hech qachon vatanim, xalqim deb chet ellarda uzun yil yashasimi, Sharq Turkiston bayrog'idanmi cho'chib yashaydigan Uyg'urlardan tortib, bu yerda mustaqilchi bo'lib ketdik. Bu bir cho'ng natija menga nisbatan. Men muxbirlik hayotimda jiq uchirdim-ku. Masalan, ba'zi yig'inlarga kirgan odamlarni suratga tasaq, o'zini olib qochadigan, bayroqlarni ilvitinglar deb jidal qiladigan, unda masalalar bakchiq yuz bergan ilgari. Hatta xeyli o'qimishli, xeyli hurmatga sazovor insonlarmi Erkin Asiya radiosida ash yig'inlarga qatnashib qolgan bir salohiyatlar ko'rinishni faqat xohlamaydi. Endi lekin bu shu erkiy qirg'inchilikdan keyin-chu desangiz, bu odamlarning hammasida o'zgarish bo'ldi. Birdillam shu oxirgi bir payt kelganligini his qildi. O'zining kuchini chiqarmasa, bu Sharq Turkistonga mustaqillikni ochiq oshkora davron qilsa, qo'ldan ketadiganini bu vatanning, bu millatning tugaydiganini aniq his qilib yetdi. Dedim, o mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, Uyg'urlar bo'lsa qalbida bir vatan bor baribir. Shuning uchun bularning hammasini o'yg'atdi, mundaqcha aytganda, bexaslik qilmay deb noyat o'zini ayab pardaning orqada ish qilayotganlarni oldiga chiqardi. Menimcha bu bakcho'ng bir utuqchu. Bakcho'ng bir utuq, demakchi hamma odamning maydonini yaxshi bilib oldik. Shuning uchun bu bir taraqqiyot menimcha. Endi bu zulm qancha uzun so'zildi, men hech nima dalamayman, siz hech nima dalamaysiz. Bo'pmi bugungi dunyo vaziyatida bir mezgillik Uyg'urlarningki vaziyati diqqat tatgan bilan uni ulinibla siz degandek Ukraina masalasi bir qitim mediada cho'kishni hosil qilgan bo'lsa, keyinda yuz bergan bu Falastin masalasi, amdilikda Iroq masalasi chiqdi. Shunga o'xshash bu dunyoda har xil zulmlar, har xil urushlar davomlashib bordi. Partlab bordi, bu yer shari xili cho'ng bir oila, xili cho'ng bir uy. Ammo afsuski bu dunyoning siyosatlarini yurgizayotgan bir qancha diktator va bir qancha
menfaatperest devlet reislerinin kolida bu dünya tinchsiz bo'layotir meningcha. Bizmi xuddi hozirgi dunyodagi diktatorlar birlashgandek o'zlarininki shaxsiy manfaatlarini qo'g'dash uchun birlashganligandek, bizmi zulm uchirg'uchilar va yoki inson haqlarini himoya qiluvchilar birlashgan bo'lsaqdi, bu dunyo bizning qo'limizga o'tgan bo'ladi. Afsuski bizdeki birleşiş ularınki yetmiyordu. Devamlı rezille tutup kelatıdı nurgun yerlerde. Ama ümidimiz var belki bu bir imtihan bizge. Demekçi rezil üçün bedel төлüşümüz gerekliğini, oturgan meydan düşüşümüz gerekliği de bizge bir signal veriyordu bir yerde. Menimce qancha cesaretlik bolsak, şuncha ular bizden korkudu. Mesela. Doğru. Şuna bu bir bizning millatimizga uchrayotgan narsa emas. Butun dunyoning tinchliqi masalasida qarasangiz diktator kuchlar o'zining shu qancha diktator qancha taraqqiy qilsa uningki bostirish kuchimi shuncha taraqqiy qildi edi. Chunki bularmi hamkorligini shuncha ish qilib ma ilqi nima deydi bizda o'g'irning qayoshi qaraqchima shundan bir gap bor-ku. Şunun o'xshash ularninki bir-birini bakarak tushundigandek. Xuddi bunda kuzatib baqsangiz butun Xitoyning masalan qurgan Shanxay 6 tashkilotidimi sop diktator hokimiyatlar, ancha bir erkinlik xalqiga bermagan, shu joyda bir o'tlar vaqincha hech bir saylam qilmay, shu davlatning podshosidek yurgizayotgan diktatorlar Xitoyning ya'ni hamkorlashuvchilari mundaq aytganda. Shunga bu dunyo ah bilan qora arilgandek, yomonlar bilan yaxshilarning ko'rishgan. Siz ma yomonga bo'ysungan bo'lsangiz, demakchi siz yaxshi emas. Shundaqku, sizning eng maydoningizni belgilaydigan paytlar mushu dal zulm bo'layotgan paytlar. To'g'ri. Shuningmi dinimizdami bak to'g'ri bir o'git bor ekan, shu yo'lni ko'rsatib beribdi. Alloh taolo deydiki, bir zulmni ko'rgan vaqtingda uni to'xtatishga harakat qil. Agar harakat qilishga qurbon yetmese, hiç bulmasa avazını bile onun karşı çık deydi. Eğer onun qurbon yetmese şeharet kıl deydi. Şeharetini mi kılamısan, hiç bulmasa kalbinde onu sakla aşı. Narazılıkını, aştığına karşılığını zulümga deydi. Demek ki bu imanın en töveni. Hem de özümüzü siliştirip baksak buldu. Biz Müslüman dikçiler abuptu kolumuz bilen bu zulümünü toxtutamaylı. Avazımızını mı çıkamaylı? Şeharetini mi kılamaylı? Hamma beşayazarımız sapsaq turib, ko'ralaydigan, so'zlayoladigan, harakat qilaoladigan turib, qalbimizdami bu zulmga qarshi chiqamsak, hamda bular kimlar? Xo'sh. Shuni men demoqchi, men Uyg'urlarga qaratmadim. O'zini musulmon degichilar, dunyoda men inson degichilar, zulmga qarshi chiqish u bir insonning tabiati. Shunga men hamma insonni o'xshash ko'rmayman. Agar Muşu meselede, tarihi meselede. Körüp tutun. Bugün gerçi Palestin'deki uğraşıqı oxşaş, İsrail'in düşüyatqan bombalarda, Xitayning bombaları bizge düşmegen bolsa mu? Uruş partlaşlar unchilik medialarda ko'rilmagan bo'lsa mu, o'xshash qirg'inchilik uchrayotganimizni, jimmida o'ltirilayotganligimizni, ovozsiz yo'qotilayotganligini bu millatning medialar orqali hozirgacha biz shuncha badallarni to'lab anglatgan xabarlarimizdan talto'kis bilib bo'ldi. Bilib bo'ldi. Hech qanday zulmni yana bir zulmga selishtirmaslik kerak. Bu yerda tarixiy orqa ko'rinish bor, shu zulm qiluvchilarning maqsadlari bor, shu zulm uchirg'uvchilarningki özünün çeken cəbir capaları, oxşamagan yani tarihi vəziyyətdə, siyasi vəziyyətləri var. Çünki mən silişdirməyəm, ularınki yenikrekdə yoki məni onda emas. Hazırki reallıq şu ki, insanlar kögünü bekerek işindik. Xoş. Çünki biz köstişki tırışımız gerek davamlıq. Biz mi köstişizge qolumuzdan kelişçe, hikayelerimizni anlatışqa cesaret köstişimiz gerek. Doğru diyorsunuz. Hem de şu cevabınızda yeni bir sual tug'ildi hozir mening zihnimda. Endi buni siz şu axborotchilik kasbiy hayotingizda sizmi his qildingiz g'arbda, bizmi ajoyib his qildik hamda. Bu lager hech siyosatga yaqin kelmaydigan, Uyg'urlarga yaqin kelmaydigan bir turkum hamma davlatlarda bor turgandi bu Uyg'urlar. Bu lager siyosiy chiqib, hamma odamning degdek oilasidan bir qanchalarning yoki hammasidan tutilib Xitoyninki qanchalik va kishiligini
Kögendekin, özü his qilgandekin andın Uyg'urlar atrofiga kelib so'zlaydigan, chiqadigan, bayroq ko'taradigan bo'lib qoldi bir mezgillarda. Buni hammamiz his qildik. To'qmoq tekkan vaqtida his qildik. Uni bir kun tartib bo'ldi, dunyoning hamma yerida namoyish qilsaqmi ajoyib chiq insonlar chiqadigan bo'ldi. Ammo bu tajovuzchilar degan bir qo'yga aylanmadi, yana o'xshash bo'ra. Bu amda dunyoda shunda bir vahshiy millionlarcha xalqimizni lagerga solab nurg'unlarni yo'qotib, buni qilib bo'lgandan keyin bu besim bo'lib dunyodan hamma kun tartibga kelib Xitoyga qattiq besim bo'lgandan keyin Xitoy bugun hozir hiylagarlik bilan tashqi ko'rinishda biroz yumshatgandek boshqa bir chonchil o'ynayotdi hamda hozir. Buning hamda yana shu bizning ichimizdagi Uyg'urlarni jiddiy ishiltyapti. Mayli G'arbdan bo'lsin, Turkiyadan bo'lsin, har xil yolg'on sayohatlarni o'rlashtirib tuqqan yo'qlash u bu deb Xitoyning bu ta'tir tashviqotiga zulm qilmadim, men irqiy qirg'inchilik qilmadim deganni isbotlash uchun o'zi tashviq qilish bilan birga yana chet eldan yulib olib nurg'unlarni shu suratlarga tortib chiqaryapti hamda. Yana shu bizning Uyg'urlarimiz buningga qo'rchoq bo'lib beryapti hamda. Bu ko'rinishlarga va siyosiy faoliyatlarimiz bo'lgan sira Uyg'urlardan qochadigan, burun ko'targanlar hozir ko'tarmaydigan, ashuna bo'lib qolganini siz his qilgan bo'lishingiz mumkin. Buningga qanday qaraysiz bu kishilarga hamda sizcha? U kishilarga baho bergim yo'q. Hamda hammamiz inson bo'lish sifatimiz bilan, Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan yetarlik dadlarni tatib oldik bugungi kunda. Balki buning ba'zi bir qiyinchiliklari bordi. So'zlayolmayotganlarni. Hamda so'zlab turibman men shunchalik oldiga chiqibmi, hech nimani hal qilolmadim-ku deganlarga ilhom bergim bor. Ya'ni mening bilishimcha men bir misol hamda mush Xitoyning 25 urug' tuqqunimni biroqli so'layotgan mushundaq bir vaziyatga duch keldim. O'z vaqtida men hech nim qilib beramadim-ku, mushlarni qutuldiramadim-ku degan hissiyatda uzun mezgil o'zimni qiynab yashadim. Ammo yillar keyin angladimki, aş chiqib, ya'ni so'zlagandan nima foydasi ya-da, nima foydasi deb menden so'rg'ichilar bo'ldi. Men telefon qilib, "Voy, men anglashimcha oilangiz tutilibdi. Hech bir anglatqingiz yo'qmi?" deb nurg'un ishlar, xizmatlarni ishildik ham boshqalarni rag'batlantirish uchun, hikoyalarni so'zlatish uchun. Nima foydasi so'zlaganimning ota-onamni chiqirib beramdika yoki akamni qo'yib beramdika deguvchilar bak ko'p sonni egallaydi-chi. Masalan, sizning chiqdimi, o'zingizni kirkitibdi, siz shuncha so'zildingiz, ajab ular qo'yib bermadi-ku, nima foydasi bu hada dedi. Şimdi ular har xil javoblarni berdik. Men bugun yana bir javob berishim kerak. Dal biz so'zlaganligimiz uchun chet ellardagi bekarak ovoz chiqqanlarni Xitoy hukumati ayrim kategoriyaga kirgizgan. Buni noiti shu soqchi sistemasidan chiqqan bir inson menga vositlik yetkazgan gap. Agar chet ellardagi Uyg'urlar o'z tuqqanlariga ega chiqmagansa, ular o'lik chiqadi debdi. Demakchi, ashada bir yin-yang tan, ya'ni uzuqliq tamig'i degan bir tamoqni shu vaqtida bekitibdi Xitoy hukumati. Shu maxsus chet ellarda urug' tuqqanlar uchun ovoz yuqoriroq chiqqanlarning hammasini bir yerga yig'ib, akirib, bundan keyin sizlarga yin-yang tan berildi deb ashundaq taqibdi. Nimaga desangiz, bir xalta sut, bir tal tuxum kuniga. Boshqalardan farqliq muomala qilingan gap. Boshqalardan farqliq. Demakchi, bu nima? Mening so'zliginim bir tal tuxum, bir tal sut bilan natijalanibdi shu demang. Bu ashundaq lager sharoitida kunda aram bir tal yelsa, bir tal qarmoma, basaytan deymizgo, yesivelek suyi, yamisi faqatlam guruchning suyini ichib hayot qilayotgan shu Uyg'urlarga nisbatan jonni qo'g'dug'ich tamoq bu. Hayotini qo'g'dab qolg'ichi, aşı bir belhem bo'lgan, aşı bir doğru bo'lgan. Şoň mening urug' tuqqanlarim bugun chiqqanlar asosan saqmish, anglashimcha. Gerçi ularni ko'zim bilan ko'ramasam-mu, apamning deb birishicha, hammasi saq salomat chiqdi deydi. Men hayron qoldim. O'lib ketayotganlar shuncha jiqayliqi chiqiblam. Yomisi ashning ichida kasal bo'lib, ojizlab chiqib, uzun qolmayli o'lib ketganlarmi xeyli bor. Ammo mening urug' tuqqanlarim Allohga shukr, o'tning ichidaligi, paxtning ichida, o'tning ichida paxtini saqlabdi degandek, aşı yumran sing'illarim, inilarim hammasi saqlabdi. Aşı yin-yang san degan narsaniki kuch ekanmish. Demakchi, bu ovozimizning kuchi. Biz saqlab qoldik, ovozimiz asl jasoratimiz bilan. Balkim bugun xabar olamagan bo'lishi mumkin.
Aşı özünün urug tuqqanlardan nurgun insanlar ama qalbinglarda işininglarki sizlarning ko'rsatgan aşı jasoratinglar hech bo'lmasa aşılarning bir tuxum, bir sütni kunda hayotlik o'zig'i sifatida yeb aşındaq mushu har xil zulmlarga bardoshlik berib aşı lagerda qora turmalarda hayot qilishga sabab bo'lgan. Shu o'zinglardan faxrlaninglar mushu tuqqanim qani, mening ota-onam qani deb maydonga tushguchilar. Men shunday deyman. Unda bo'lsa hozir Xitoyning tashviqotiga moslashib, ya Xitoy irqiy qirg'inchilik qilmadi degan bir tashviqotiga Xitoyning tashviqotiga moslashib berayotgan. Mayli qanday sabab bo'lsin shu Uyg'urlarga ular men Abduvali Ma'lumning mundaq bir gapini bak yaxshi ko'rdim. Biz hozir Uyg'urlar, ya'ni irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan mazgilda bu Uyg'urlar Xitoy bilan urushda biz deydi. Urushda ikkili taraf bo'ldi. Ya dushman taraf, ya bo'lsa shu hujumga uchirg'uchi taraf. Agar sen ma hujumga uchirg'uchi tarafda bo'lmasa, unda sen dushman taraf. Bu yerda chegara aniq. Shunga biz ularni sotqin dalalaymiz. Ochiq oshkor holda. Chunki Uyg'urlar urushda. Uyg'urlar qirilyapti. Hatta qo'limizda qurol yo'q. Xitoyning o'q dorilarga emas, yolg'iz. Andaq zaharlab o'ltirishga, ishki organlarimizni söküp ilishqa, mushundaq rezil vositalar bilan yo'qotishga, qirg'inchilik qilishga uchrayotgan bir millat. Albatta jismoniyatimiz bilan, ruhiyatimiz bilan Xitoyga, ya'ni tankivatimiz yana-chu. Hech kimligimizni yo'qotmay, qalbimizdagi shu erkinlik orzularimizdan voz kechmay, Xitoydek bir nurg'un davlatlarning ko'zida buyuk, bugungi dunyoning iqtisodini boshqarayotgan eng cho'ng kuchlarning biri deb sanalayotgan bir davlatga ma Uyg'ur xalqi ya'ni ashundaq hech kimning himoyasiz ya'ni yashab kelyotdi. Biz vatandagi Uyg'urlarni ayblashga hech haqqimiz yo'q. Ilqlar maydonlarda usul o'ynayotdi deb ayblashning hojati yo'q. Ammo chet ellardagilar erkinlikning ta'mini, demokratiyaning nimaligini, mustaqillikning nimaligini aniq ko'rib yetgan bu insonlarning o'zining vatandan, millatidan voz kechib, manfaati uchun Xitoyga kirib chiqayotgan bo'lsa, aniqlar ular mushu davrda xato yo'lni tutganlar. Millatiga, vataniga yuz kelamaydiganlar meningcha. Men shunday deb qarayman. Bu mening maydonim. Endi bir men hozir Erkin Osiyo radiosining muxbir bo'lish bilan siz bilan so'zlashmayapman. Men bir abdur, men bir yolg'iz Uyg'ur xalqining söyilgan bir qizi sifatida siz bilan gap qilishyapman. Shu oshkor deymanki, bu mening maydonim. Demakchi, yana bir narsam qistirib qo'ydiganim to'rlarda chiqib ko'ramiz. Vatandagi Uyg'urlarni tillab ketayotganlar-chu, voy usul o'ynabdi, bundaq qilibdi. Usulni nima uchun o'ynaydi Uyg'urlar? Majburiy o'ynayotganligi aniq. Og'zingni yeb ol. Sening ifodalaydigan ko'zingni itvatsin. Hech narsa miydiranma. Usul o'yna deb qo'ypas, usul o'ynab shu ichidagi his tuyg'usini ifodalamasa, ular sarang bo'lib ketmamdi. Menchi ifodalash usuli o'zining azoblarini-chu, bu gapni nima uchun davatman desangiz, men kichigimdan usulga havaskor bir qizdim, usul o'ynaydim. Usul orqali nurg'un his tuyg'ularni ifodalash mumkin deydi-chu. Yaxshi qarapiqning ashlarning usullarida xuddi mening darvishlardek o'ynaydi-chu, dad azobni etib olgandek-chu ichidagi. Bo'lib ma Qashqardagi ba'zi muxbirlar topgan maydondagi xalqninki bu ajoyib astiltibmi qo'ydi-ku, masalan, aytganda BBC-larda. Yani bir xil ko'rgan ko'rinishdan insonning bir badaniga bir titrak bo'lishida. Albatta. Onun uchun usul, tadqiqotchilar bir tadqiq qiladigan tema deb qarayman men-chu. Ishqib men usulni so'yguchi bir insonga shundoq ko'rindim. Albatta, yolg'on sahna maydonidagi o davomli ziyoratchilarni opirib mana shundoq bular baxtli deb ko'rsatayotgan o'yinga hamda maash berayotgan usulchilar uning sirtida. Albatta. Ammo maydonga tushib, ashulaqa hech nimasini ifodalamagan bechora xalq shu usul orqali bo'lsa ichidagi nafratni, g'azabni, umidlarni to'kyotdi deb tushunmayman. To'g'ri. Men o'sha hozir bir qancha kun burun men o'sha hamda hozir o'sha yaqinqi yillardan buyon o'sha vatanga g'arbdan bo'lsin, nadan qaytayotganlarning ayirdirimdagi ta'sirli ko'rinishini ko'ryapmiz-ku. Maqsadlik. Yani maqsadlik bir ko'rinishda. Hammamiz yig'ilib boshda ko'rganda.
Men bu Nermin ko'rinishlar Kaysanda. Qozog'istonda uzun yildan buyon Qozog'iston shu fuqarosi kitfatdagi dadisi qozoq, onasi Uyg'ur. Shuningdan tug'ilgan Qozog'istonda hammasi Qozog'iston pasporti bilan balları shu yerda tug'ilib, ashna bo'lgan birisi bilan paranglashib qoldim endi. U mana shu o'tgan yil vatanga kiribdi-da endi. Oradan mana shu 15 yildan ortiq vatanga kirib boqmabdi ekan. Ya'ni endi mushunda bir xalqninki kirgan vaqtida bilganki ko'rinishlar haqida gap qildi menga. Ma'lumot berish sifatida dedi menga. Men ashuna bolalarım bilan kirdim. Bolalarım vatanga kirib menga hammasi Qozog'iston pasporti. Hatto bir bolasi meyib ekanamdi. Ashuna kirgandan keyin shu bu halqa yig'layotgan bu ko'rinishning hammasi yolg'on dedi yani. Buni oldi bilan shu tuqqanlarning qishig'i chiqarishdan burun 6 oylik ekan o'ziniki. 18 saatdan ortiq men vatanga hech qanday siyosat, namoyish hech bir narsa yo'qdim deydi. Aşağıda kirib shunchalik sat tillab, savol so'rab, ayrim akirib qo'yib, men kichik shu bolalarim bilan akirib qo'yib, qarang'u akirib, birdan Uyg'ur kirdi, birdan Xitoy kirdi. Shunda og'izni buzib tillab shu. Hatto qo'yib qo'yib mutud deydi. Sen axloqing, sen qachon chiqqan, nima chiqqan, hatto Turkiyaga mancha yil Turkiyaga berib ekansan. Turkiyaga kelgan ekan burun. Turkiyada kim bilan ko'rishding, nima ishing va u deb hamda. Yani qarab turdim yani savol so'roqlar shu. Hatto Xitoychini bildi ekan u shu qiz bola. Shuning bilan u deydi ekan-da. Men Xitoycha paranglardim shu. Biz mana uzun to'g'izayli buni uyda da boshini chiqaribman. Bu kichik bolalar bo'lgandan keyin buni shu birdamdan keyin necha soatdan keyin ixro qilishga boshlaydi deb oralarda Xitoylarning paranglashganini qilgandek bilibdi, tushunib andan keyin shu Uyg'ur g'alchiga, Uyg'ur Xitoyga deb o'tibdi endi. Saqchilar uchun bir-birisiga. Deyishgandan keyin Xitoy chiqib ketgandan keyin andan keyin men uning dedim deydi Uyg'urcha. Aka shuna qilamsiz, men yillardan buyon kelib boqmagan tursam bu Urumchiga. Men shuna aran keldim, hech qanday ishni men aloqam yo'q, men siyosiy binosi qilib boqmadim hayotimda. Men qo'yating deb shu saqchiga Uyg'urga yalvurdim deydi. Andan keyin o'zining degandan keyin shu yig'lagandek bir gap qilibdi. Oldidagi hamma saqchining kamera bor ekan, shu nimasida suratga olgan. U kamerasini itib etib, ta'sirlandi deydi. Uning keyin uning ishi o'tibdi. Sen Xitoychani bilsangmi, hech bir zaman qat'iyan bilmaydigandek turib ol debdim. Sen Qozog'iston pasport bilan kelgandan keyin bir eg'iz sendan 1000 savol so'rasam, ha deb bilmayman deb turib ol deydi. Sen o'zingni asla turmagan nadi mesela men sana yordam qilay deb uning keyin ayna debdim. Shu keyin chiqarib o'tibdi. Hatto deydi ekan, aksi shu 6 oydan G'uljidan kelib kutib olish uchun ayrımni saqlab turibdi ekan boshda. Saqlab turib chiqmagandan keyin hamma odam chiqib bo'ldi, chiqmagandan keyin saqchilarning ichida kim qoldi deb yerim kecha kutdi, bak kecha kutib. Ichida kim qoldi degandan keyin shu Qozog'istondan kelgan manchi bolasi va shu qoldi, shuni so'roq qilyotdi u bu deb anda deyishgan teshidagi saqchilarning deyishgan parani aksi sirtda saqlayotgan odam anglab qilib, menim tutib keta o'xshaydi deb aksim shu aman tashlablam qechib ayrımdan chiqib ketdim. G'uljiq ketibdi aksim. Yani meni singlimdan tutib olibdi endi bolalar bilan birga deb qo'rqib men mayat saqlab turaversa meni makr ketmasin deb ketibdi deydi. Keyin anda yerim kechidan keyin anda chiqadi. Chiqqandan keyin teshig'i chiqib akamni ketib olgan, keyin boshqalarning telefon bilan telefon qilib uning keyin o'zim bordim deydi G'uljiga. Ashunda bir jarayonni ko'ribdi. Bularni yig'layotganlarning hammasi ko'rinib kulib tanlaylanganlar demakchi. O'yin uchun tanlaylangan. Quchoqlab qilganlarning hammasi allaburun qanchadan savol so'roqdan o'tib chiqdi deb shon dedi. Sınaqlardan o'tib. Uning nurg'un va'dalarni berib Xitoyga andan chiqirganligini dedi hamdi. Menga bak bechorchi bilinyotdi. Ya bu haqda. Bechoralar chet ellarda shuncha uzun yashapmi erkinlikdan huzur ib baxmabdi-da. Yani kallasdagi Xitoyning qurib qo'ygan zindondan chiqarmaganlar. Shu. Hamda shu yana bir savolimiz kelsak hamda G'arbda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin nurg'un tashkilotlarimiz faoliyat qilyotgan, uning ichida siyosiy faoliyat qilyotgan diniy jamiyatlar va siyosiy jamiyatlar va madaniyat, kishilik huquq, bolalarning maktabi degandek hamda bunda tashkilotlarimiz bor. Siz bir jurnalist bo'lib sifatingiz bilan bu tashkilotlarning qilayotgan xizmatlarga albatta yaqindan ko'z tutamiz, qo'limizdan kelgancha biz
mush xizmat uslubi bugungi mushu zamonaviy dunyo mushu diplomatiya nemasiga qanchalik moslashyapti yoki moslasha olayotamdi deb qaramsiz yoki bir chambarakdan chiqolmay dunyoning hamma tashkilotlar yani o'z o'qidi ko'rdayotgan shaklda ko'ramsiz yani. Endi o'zimning xalqarалық cho'ng yig'inlarga qatnashish va shundaq o'xshamagan davlatlardagi ommaviy va siyosiy tashkilot rahbarlari bilan uchrashish, suhbatlashish jarayonidagi ko'rganlarim, anglaganlarim asosida so'zlasam, haqiqatan bizni isloh qiladigan nurg'un taraflarimiz bor ekandi. Shu misol olsam, Amerikada shu musulmonlarning yillik yig'inlari bo'ldi-ku. Shu Sharqiy Amerikada boshqa, G'arbiy Amerikada boshqa degandek o'zlarining circle deydi. Shundaq bir cho'ng yig'inlar bo'ldi. Bu yerda diniy bilimlarni mukammallaydi, yoshlarga ularning uchrashish fursatlari bo'ldi, cho'ng leksiyalar bo'ldi, tabliğlar bo'ldi. Minglagan insonlar keldi hamda bu 2-3 kunlik bo'ldi bunda cho'ng faoliyatlar. Shulardan bir qanchasi qatnashdik. Shunda his qilganim har xil millatlarning, yani dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning bolalarini, yoshlarini ko'rsiz ilqi. Ashada xizmat qilayotganda, maoshsiz o'zligidan ashada xizmat qilib ham o'rganayotgan. Qarsangiz o'rta maktab yoki oliy maktab o'quvchilar, uning ichida bir Uyg'urni ko'rmaysiz. Bizmi 10 minglagan inson bo'lib qoldik chet ellarda. Ama aşındaq sorunlarda hiç Uygurlarını uçurtamaysiz. Uygur teşkilatlarını uçurtamaysiz hatta Müslümanlarının özlerine nait ilmi, nait doğru yolda elip bağın Amerika hükümeti tarafından qo'llangan, qo'llanışqa erişken şundaq bir yaxşı faaliyetler. Demek ki bizning şu xalqaradagi Müslümanlar bilan ancha aloqamizni yaxshi quramig'imizning ifodasi. Aşa yig'inlardimi ko'rinib turdi hamda. Onundan başqa şu xalqarалық cho'ng yig'inlardagi sistema, ya'ni mehmonlarni qarshi ilish, ularni o'rinlashtirish va yoki ularning nutqlariga qanday yordamda bo'lish, bularni bütün faoliyat jarayonida o'zini alayda bir insonlar alayda taklif qilgan mehmon qilib his qildirishga munosabatlik nurg'un taktikalar, nurg'un kichik xizmatlar bor ekanda. Shularning hammasini shu volonter o'quvchilar bolalar qildi ekan. Ben o'ylab ketdim şu vaqtda, mushundaq cho'ng fursatlarga Uyghur tashkilotlarini iltimos qilib, biz 10 balimizni avasak, biz 20 balimizni avasak deb amaliy xizmat jarayonida o'rgatsak bu davoni. Har xil davlatlardan quvvatida tirishyapti Uyg'urlar. Yoshlarni demokratiya bo'yicha tarbiyalash va yoki boshqa siyosiy dava bo'yicha tarbiyalash degandek o'xshamagan kurslarni olib bordik. Ammo amaliy mashg'ulot qilish fursati bermayapmiz u bolalarga. Masalan, o'zimizning Dunyo Uyg'ur qurultiyining va yoki boshqa yig'inlarda yoshlarga topshirishni o'rganishimiz kerak. Uningga mustaqil qilish, bunda fursati bermasangiz hech qachon o'rganolmaydi. Ular hamkorlikni shu xatolashib turib o'rgandi, bir-biriga "Voy sen meni xato qilib qo'yding, men senga yordamlashay" debchi. Shu menimcha shu praktik qilish, ya'ni o'gitlarimizni ishg'ollarga sulab va yoki ma'lum davlatga olib borib, ularni uchrashtirib, dars berib, uyqusi kelib ketadi albatta u bolalarning ba'zida har xil tillardagi mutaxassislarni akilib, ularga so'zlatmak oson gap emas. Ularning ajrini Alloh bersin. Ammo amaliy bir mashg'ulot bo'lmasa, ashballa o'zininki qanchalik saviyasi bor, shu Uyg'urlarning ilib berayotgan faoliyatlarda qanchalik o'zining yani qimmatini o'zining nimasi ko'rsatadi. Onun bir fursat yaratib bersak, texmi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Yoshlar ishinaylik, ular bizdan yaxshi qila oladi hozircha. Ular ko'p tillik, ular shu tug'ilgan davlatlarning tillarini bizdan yaxshi bildi. Xo'sh. Masha sirtlarda tug'ilib o'sayotgan bu yoshlarimiz. Men bularga bak ishinaman. Yoshlar, men bolalarimga qarablar mana ishinaman-chu. Qila oladi bular cho'qim. Biz baribir bu dava uzun mezgillik dava deb davatimiz bu. Baribir bizdan keyin ular qoldi. Hamda biz peshqadam deb atalgan va uzun yillik da'vogarlar va yoki shu Uyg'ur mustaqillik uchun kuch qiytayotganlarning amdiki vazifasi tajribalarimizni ularga o'rgatishdan boshqa ularga fursat yaratib berish. Shu. Ko'p rahmat. Hamda shu deganingizdek abay so'zlab o'tganingizdek, yani şu xalqimizningki ciddi meydanga tushishi,
sani az bolsun şu lager şahitlerimizdeki dünyada Amerika başlıqdaki garip elleri texçi bir İslam dünyasıda biraz sıkılmagan bolsun absus. Parlamentler hem siyasi cihetden şu Uyghur irqi qırğınçılığını itiraf qılıp atıdığamdı. AQA'dan sani inşallah köpeygisi kararlarını maqullap atıdı, bayanatlarını e'lon qılıp atıdığamdı. Şuna bir reallik vardı. Hem de yani şunun bilan birge bugünkü dünyada bütün meyli garip bolsun, Amerika'nın ahirki Trump'ın ziyaretini köydük. Avrupa bolsun, hemmesi Xitay bilen zich bir ticari şekilde veya ki müştemillet zincirde ciddi ma'lum narsalarga bağlanıp qalganligi sebeplik hiç bu tili tutulup qaldigan ba'zi masalalarda amaliy bir anmayvatkan. Bu narsani aniq ko'ryapmiz. Çünkü real siyasetga qarata harakat qilishga ular majbur bo'ldi ekan bir yerda. Shu hamda sizningcha shu g'arbninki tutayotgan Uyg'ur masalasiga, Sharq Turkiston masalasiga tutayotgan pozitsiyasi haqiqiy bir kishilik huquq qimmat qarishi sabablikmi yoki shu Xitoy bilan bo'lgan bu geopolitikalik bir siyasetninki kurashdagi bir siyosiy qoral deb qaraymiz buni. Ya, hozir kuch talashish-chu, davlatlar orasidagi bizda chiroyliqlashtirib deyotgan diplomatik munosabat degan gapning o'zining keyinda nurg'un iqtisodiy, ya'ni manfaatlarni talashishdan boshqa kuch talash, dunyoga ega bo'lmaydigan bir kuchni talashishdek bir realniy bir ularning o'rtasidagi raqobatlarning asli manbasi mavjud hamda. Shuning uchun bu manfaatlar orasida bizdek bir ya'ni cho'ng davlatlarga nisbatan bizdek bir texi mustaqilligimizni qo'lga olmagan va dunyoga anchalik ichilib ketolmagan millatning manfaati nihoyatda qisilchilikda kelayotganligini hammamiz ko'ryapmiz. Bu bir reallik hamda. Hakikaten şu 2016 yıldan keyin bütün dünya bizning derdimizni anglab, ko'rib, his qilgan bo'lsa-mu, tadbir olmaslığı. Hamda hozir irqiy qirg'inchilik deb tonishning o'zimi simvol xarakterliklar hamma inson haqlariga ahamiyat beradigan bir davlat deganning belgisidagi birni deb ko'rinadigan bo'lib qoldi. Amaliy tadbir yo'q. Ammo uni tadbirni oldirishmi bizning qo'limizda deb qarayman tadbiri. Bizning tadbirimizga munosabatli deb qarayman. Masalan, şu Amerikada qonunlar yo'lga qo'yilishga boshildi, ma'qullangandan boshqa hech qanday bir mushtaq tashqi bir masalalarda birlikka kelmaydigan jumhuriyatchilar bilan demokratchilar bu ikki partiyaning o'rtaq, ya'ni birlikka kelgan masalasining birsiga aylandi hamda. Xo'sh. O'xshash o'tirib jo'zdimda tahlil qila oladigan, shuning ustida qaror chiqara oladigan bir masala shu Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni qanday qilib to'sash va Uyg'urlarga yordam berish masalasida Amerika xeyli bir qonunlarni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, afsus, ko'pinchisi tex amallashmadi. Bu amallashtirish uchun shu Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarimi davomli kuchayotdi. Buni texmi kuchaytirishga to'g'ri keldi. Har davlatning siyosiy yo'lida o'xshamagan tadbirlar bo'ldi. Menimcha bundan keyin qaror ma'qullangan ekan, asta-asta tadbirlarmi ilinishi mumkin. Chet ellardami masalan, men Magnitskiy inson haqlari mukofotining bir sohibi. Bu Magnitskiy qonuni degan Magnitskiy kishilik huquq qonuni degan bir narsa, bak oddiy narsa emas bu. Garchi simvollik bir jazolash qonuni quroli bo'lsa-mu, bunun xeyli zarbisi var-ku. Hatta bunu hozir qo'llanayotgan davlatlar ancha ko'p emas. Biz yashayotgan davlatlarda mush qonunni tonishtirish bir vazifamiz var-ku. Voy biz qanday qilatdik, nim qilib bersak bo'ldi deganlarga hech bo'lmasa, mana Magnitskiy inson haqlari qonuni orqali mushu zulmda, ya'ni irqiy qirg'inchilikda qo'liba Xitoy hokimiyatining kadrlarini, shu katta başlarını ashni yurgizgan har bir mushu organlarni viza vermeslik, ularning iqtisodini to'nglatish, masalan, darhol chegirdan qo'g'lab chiqarib etish, uning urug' tuqqanlariga viza vermeslikdek mushundaq bir qator tadbirlar bor. Mushuni qo'llanishimiz deb oldiga sunishimiz kerak, to'xtamasdan. Qurol yo'q emas, uni ishlatish kerak.
tədbirin qanda bo'lsa taqdiring shundoq bo'ladi deb Xo'sh. mangli qilib deb yig'lab o'tmay bizmi ashlarning qonunlari yo'l qo'ygan asosda shu tadbirlarni o'rganib bizga o'xshash taqdirdagi millatlar qanday narsalardan foydalanib o'zini qo'g'dab etibdi degan narsalarni tadqiq qilib tadbirlarni ishlab chiqaradigan bir tadqiqot markazimiz bo'lishi kerakmiki deb o'ylayman dunyodagi qonunlardan foydalanibchi. Bundan keyin buni o'zimiz ching tutmasak, o'zimiz dunyoning kori yo'q desak, albatta hech kim dardimizni anglamaydi. Shu buni davomlashtirishda izchillik kerak, to'xtamaslik kerak. Kichik bir misolni olay, men bir shu Amerikadagi Yahudi qirg'inchiligining bir cho'ng muzeyi bor endi Amerikada. Shu har xil lager şahitleri öz vaqtidagi natsistlar tarafidan lagerlarga qamilib o'lib ketganlarning bolalarini mu şahit deb hisoblab ashlardan avatgan hikoyalar, qanday chiqqan bir qo'lyozma va hammani saqlaydigan bir cho'ng muzey. Shu Yahudi irqiy qirg'inchiligini anlatadigan bir o'rin. Ashlarning tajribasidan o'rganishimiz kerakchi, ulardan o'rganadigan narsalar bor. Ashlar masalan bir emailga meni kirgizib qo'ygan bo'lsa, bir ma'lum bir suhbat o'tkazish uchun mendan e'lingan bir emailga to'xtamasdan haftada bir men ta'sirlantiradigan hikoyani avatadichu. Uni minglagan, millionlagan odamga avatadi ular. Mana qarama, bizning mundaq shohidimiz, bu munda bugun qiyinchiliklarga uchirdi. Qanchalik mehribonligini ifodalash orqali buningga hissdashligini ifodalaysa deb chiroyli so'z iboralarni avatish orqali sizni ashlarga azroq bo'lsa pul i'ona qilishga rag'batlantirdi. To'xtamaydi bu narsa. Bir qitim email bilan to'xtamaydi. Masalan, bizning tashkilotlarimiz ashta qilamdi, o'zlari bilan aloqalashgan axborotchilar bo'lsin va yoki boshqa tashkilotlarning inson huquqlari faoliyatchilarining emaillari qo'lda bo'lsa yoki hukumat amaldorlarining chet ellardagi biz bir qitim so'zlashimiz yoki bir ishga berib dardimizni anglatdik deb yenib kelamiz. Biz a kuni borgandik, yininga bundalarni so'zlashgandik. Sen qanday qaravatsan deb email silish kerak. Buni qanday javob bersa deb silish kerak. Biz sendan bundan kutyapmiz deb yana qo'yib bermaslik kerak. Bu izchillik ahamiyat ishlandichi. Shu bir ishni boshlagan ekanmiz, buni keyinda turishimiz kerak, keyinda yugurishimiz kerak deb ashta o'ylayman. Izchillikning tamam bir natijasi bo'ldi menimcha. Shu. Haqiqatan. Ishqilib tashkilotlarning nurg'un qildigan ishlarimiz bor. Shu hozirgi yangi texnikalardan qanday foydalanishni shu peshqadamlarimizni o'rganish kerak. Hozir javob turishimiz kerak masalan. Shu. Hamda yana tashkilotlarimiz kelaydi. Bu tashkilotlarni jiqroq to'xtaldik. Ammo shu tashkilotning a'zosi emas turib tashkilotlarga baho berdik. Ya biz hamda axborot yo'g'andikin Əməliyyatda bu kuzatishim asosida unda baho berib baxsam bo'ldi. Bu tashkilotlar mening nazarimda bo'lgan masha bu tashkilotlar bo'lsa, masha har qaysi davlatlardagi siyosiy partiyaning nomzodlari hamda. Bizning vatanimiz bo'lgan bo'lsa, bu tashkilotlar siyosiy partiya qurib, bo'lgan millatning da'vosini qilayotganlar aytgan A partiya, B partiya deb qurib, o'zi hokimiyatga kelish uchun millatning oldiga chiqib, ovoz talab qilgan bo'ladi. Shunday qo'yamdi chet eldagi tashkilotlar. Mayli jiq qilaligini olsun, az qilaligini olsun, siyosatga atlangandan keyin sen o millatningki keynanda millatim uchun xizmat qilyapman. Bu vatanning ismini ishiltyapsan, bayrog'ini ishiltyapsan. Bular hamda sizcha men shu g'arb dunyosida xizmat qilayotganlar bo'lsin, Turkiyada hamda nurg'un tashkilotlar bor Turkiyadami? Ammo shu bo'libmi shu yillardan buyon İslamiy tashkilotlar unda gap chiqmaydi. Shu demokratik davlatlarda xizmat qilayotganlarmi, Turkiyadagi ba'zi tashkilotlarmi shu qiz ayollarningki kiyim-kechak masalasiga bakrak g'arbdagi siyosatchilar yoki musulmon emas siyosatchilardan bakrak ya'ni titrab ketishi yoki bearam bo'lib ketishi yoki uni butunlay Xitoyningki mingisni yo'g'onligi sababli o'ttirga chiqqan masala millatimizning ichidagi ba'zi qiz ayollarimizning kiyib olgan kiyimlariga nisbatan shunday ansirash ifodalarini berishi bu qatim masalan o'tirib suratlayapti shu Tahir Hamid Izgil apandimniki 2006-yili ekranda shuni chiqarib qo'yaylik. Shu suratga qarab siz men bir shu savolni so'rag'im kelyapti hozir. U suratda hamda 2006-yili Tahir Hamid Izgil apandim Qashqarga film suratga bir hujjatli film ishlagan tushgan vaqtida
Şu yerdeki yurtumdan tatkan suratlarım arxivimden çıkıp kaldı dep. Demek Kaşgar. Kaşqardagi xalqimizniki, qiz ayollarimizniki bir suratlar vardı. Onu çıkarıp koysak, şu görünüşler mesela. Bazı suratlar Tahir Ahmet Edgil Efendi'nin tatkan suratlar, bu emas, yani başka suratlar çıkıdamdı. Şu Kaşqardagi anılarımız, kız ayollarımızın kiyimleri vardı. Ben mi Kaşqarga baganda mağandamda bir uçuraytışı bu görünüşler. Mesela bu şunda kiyimler batımdı. Bugün hem de bu davamlıq bu oturup kuyuvatkan siyaset, cemiyetçilik, teşkilatçılık oynayatkanlar bizim milletin açıdaki. Bu şu qar kiyimlerini, bu Daesh'e okşaş kiyinip aldı, bu milletimizin açıdı, bunda iş asla yoktu dep. Ular degan bizim milletga asla aralashmaydi. O bu degandek muşqatim Berlin'de içilgan yig'indimi bu fikrlar o'tirib qo'yildi. Men u narsani ko'rdim hamda. Aslida Başka oturup koyduğun mesele yok mu? Başqa o'tirib qo'ygan masala yo'qmi? Masalan, mencha amaliyotda haqiqatan shunday bo'lsin bir siyosatchi, tashkilotchi degan amaliyotda millatining ichidagi yuzini yopadiganmi, ochadiganmi, qandoq shuysa hammasi sen maydonga chiqqan vaqtimda, ha mening millatim. Haq xalig'ini kiyibdi, sening nima ishing bor deyilish kerak yani. U uning erkinligi deyilish kerak qo'yamdi. Buni deyamay hamda mushunda bularni butunlay hattoki bevosita bularga bu butunlay Xitoyning plani, Xitoyning ishi, Xitoy bunda mangisi yuyatganligi uchun mushunda qilgan degan ifodalarni ishlatishi. Masalan, Turkiyadagi bir demokratik bir davlatda davlat uningga aralashmayotidi, davlat yani. Sen nima qop bir Uyg'urning xizmatini qilyapman deyotgan bir inson qopib, uningdan bu qadar bearam bo'lib ketishing, bu Xitoy mangisi yuyatganligi shu muyda bo'ldi deb bu ifodani qandoqsiga ishiltalaysa, buni ishlatsang, u xalqning qandoqsining kayningdan seni qo'llasin. Xalqning qo'llamasa sen qandoq siyosatchi? Sizning ko'zingizda masalan bu ayollarimiz, qiz ayollarimiz qandoq ko'rindi, ya Daesh ko'rindimdi, yoki jin ko'rindimdi, nima ko'rindi sizning ko'zingizga masalan? Pek güzel Uyg'ur ko'rindi. Ya men demak ki hozir masalan men shu narsani yana so'rab olay. Masalan, mushundaq kiyimni agarda ular bilgankidek qari kiyim kiymay masalan yuzni. Mush Qashqardagi shu anlarimizdagi kiyimni bilgan muhojiratda, Turkiyada, Amerikada, G'arbda mush kiyimning aynısını kiygan bo'lsa, shu G'arbdagi demokratik ideyadagi bilgan siyosatchilarimiz, bu mening millatim, mana o'sha millatimning Yevropa odati bu, qanaqa qilsa millatimning ichidagi narsa deb shuni suyalamdi yoki faqatlam ularning maqsadi qarrangmi sizcha yani? Qarab Qo'g'dash lazım. Bu bedelini to'layotgan ayollarimizni qo'g'dash lazım. Qari chumbalni tatish qandaqdir Daesh yana bir bilan munosabatsiz. Mana analarımız özünüz ko'rsatgan bu güzel resimlerde o'xshash. Faqatla qara yog'liq bilan chumbal o'tirisida bir rang farqi bor. Bu yerga maqsad o'xshash. Shu chumbalning ichida o'zining diniy e'tiqodi, o'zininki qimmat qarashlarini va ippitini shu chumbal ichida saqlayotganlar deb tushunsak bo'ldi. Ana shu chumbalning ichida turib yashayotgan nurg'un qiz ayollarimiz özününki ballarını aşı dadısız hem ata hem ana bo'lib beqivatqanlar ko'pinchisi. Men kuzatdim, so'zlashdim. Demakchi aşı chumbalning ichida turib ipitini yo'ldishiga, turmada yoki o'lik tirikligi ma'lum emas, hatto o'lib ketgan mushu analarninki yo'ldishiga, yani halal eriga bo'lgan sadoqatini ifodalashi bu. Menimcha shundaq bu bek zor güzellik, çok çoğun bir güzellik görelsek. Şu men bek keçirim sorayım bazı katmal insanların aşlarını bahalışığa. Endi ko'ngillarni ağırtmanglar degim keldi. Tunugim nurg'un shunda qizlar meni kep quchog'ildi. Men bilan yig'ilishib ko'rishdi. Hatto bir hikoyani deb beray. Meni eng ta'sirlantirgan bir ayol mush safarimda bir hemşirimiz, ya'ni taksi haydaydigan, o'zi shunda qar kiyimlik. Taksi haydaydigan, bana bunu şu Munavvarga hoca tanıştırdı. Siz nega barmadingiz, o'zingizmi yog'liqlik, agar bunday er şopurlar bilan yolg'iz chiqib kelish be'ab bo'lsa, mana shu hemşirimiz, shu atrofimizdagi mushtaq eri yo'q, ya bo'lsa chumballik, shu yolg'iz yo'lga chiqqan ayollarimizni to'shiydi deb bir nomerni berdi. Ursam shundaq muloyim bir hadimiz keldi. Kelib, endi meni sal uzoqroq bir yerga apmangdi. Shundaq yaxshi diqqat qilib foyda olib qarsam, shu
40 yazılgan bolsa, eliqe maşın tezligiga belgilengen ölçem 40'tan aşırmay haydaydı. 60'ga çıqqanda 60'tan eliqe aşırmay haydaydı. Şunçilik endi astımağdı, keyindeki babam qıp ketdi maşınlarını. O yerden demiş qındaq astımağısız desem, oy xinem bek şu maşını asan aydımayım şu eğer birli nime saqç tutulub qalsa maşınamdan ayrılıp qalmam bu cıq cəriman төлep gitmə onda qısam ballarım qiynalıb qaldı dedi. Sonra özünüzmü ya yalnız yoki erinizmi muşla maşına aydamda qanda baqısla ballarını desem şu özünün qalbini açdı mana. Men sizni tanıyman, şu men sizga hikoyamni aytib beray deb özü Qashqardan chiqqan, Qashqarda yani maşın aydigidek seviyedeki bir bay ailenin ayal ekenemdi öz vaqtida. Deydi o faqatla şu nimek Türkiye'ye kelganda maşınla aydalaydigan men bu mening birdan bir hamda qila oladigan ishimkan qarasam şunun bilan bu maşınni pul yig'ib ilib şu özümüzning hemşirlerimizni kira qilib tush orqali bolalarimni beqilyapman deb hikoyasini başladı. Şu so'rab qoldim. Asli bu ayol bolalarimni o'qitma Xitoyning assimilyatsiyasiga qo'yib bermayman deb yo'ldoshi bilan barliq besatini setib degidek Misrga chiqqankan, Misrda şu bir balası baxtsizlik yo'l qilib hamda nima deymiz, kasal bilan tugab ketibdi. Keyin qochib bo'lib ketganda Misrda 2015dan boshlab bularmi shu amalsiz şu Mısır'dan Türkiye'ye geçişe mecbur bo'libdi. Çünkü qaytsa balangdan da o'qitib salab ularni lager kirishi mumkin, balasini o'ldirib o'tishi mumkin. Shundan bilan Türkiye'ye kiribdi, ama yolg'iz kirmabdi. Eri bilan ikkisi o'zining ikki balasi bilan tang, ash qo'lim qo'shnilari, yurtdoshlari va bizning balaga qarab qo'ysizlar deb yolg'iz o'qishga chiqqan. Aşı bir yaşlar anca farqlanmaydigan o'zining balalari bilan. Ashta baldan 5ni qo'shib Türkiye'ye akapti, ularga ota-ona bo'libdi. Afsuski, ilqi hayotninki bergan sınığı bek cho'nka bu adimizga. Yo'ldoshi kelibla 2 oydan keyin kasal bilan Türkiye'ye kelgandan keyin tugab ketibdi. Bu hadimiz o'zining balasini beqishmi shunchalik o'zini beqishmamışda tasbir holatda ersiz, hech qanday pul yo'q qo'lida, hech qanday bir hunur yo'q holatdimi? Aşı başqa Uyg'urlarning 5 balasini qo'shib guldak beqib o'qitib, maktablarni bitkazib, ishlarga beribdi hozir qarang. Men yig'lab ketdim hikoyasini anglab. U ayol ash chumpardisining ichida ash aqidalari bilan yashab, bolalarini beqib, erga, ya'ni boshqa erga tegmay bolalarimning g'ururi sunudi deb ash holda Elki aciz bir ayol qarang. Ashlar qila olganning biz birini qildikmi masalan? Men o'zimni voy men badal to'lab ketdim. Voy ilqi xalqim uchun munda japalarni tatib ketdim, deganimga nomus qilib ketdim. Ashadimizning hikoyasini anglab, o kadar suyundimki, o kadar ta'sirlandimki. Xalqimizning ichida, chumballarning ichida shunday go'zal ayollarimiz bor. Kim qila oldi? Qaysi erkak shuni qila oladi? Hozir o ayolning dabbirishicha dastlabda yotgan ko'plarni kechida kelib ash cho'ng jig'inlarda qo'llari teshilib ketsin. Yotgan köpü setiyotgan do'konlarga kirib yolurib, kechida shu ishlarni bolalar uxlaganda qilibdi, mashinchilik ishlarini qilib beqibdi. Faqat uyning kirasini faqat to'lab bo'lmay bolalar osh qolgandan keyin to'xtab turaman, nima qila olayman deb xalqlardan qazilib, tonish bilishlardan shu mashinani elib haydab o'tibdi. Bu hikoya mening rasmiy bundan keyingi hayot yo'limga bir chiroq bo'ldi, qarang. Biz jiq badal to'lab ketdikmi? Hazır Uygur farzandlarimni Xitoy butunlay bulab, solab o'qitib o'zininki qilyapti. Mahadimiz 5 farzandimizni o'zininki bilan qo'shib 7 farzandni shu chumbiliga tayinib, shu kuchiga tayinib saqlab qopti. Haqiqiy qahramonlar bu. Mencham dedi. Haqiqiy qahramon bu. Kechiring men hayajonlanib. Ya her qanday adamni hayajonlantirdi keşke. Demek ki o çümberlerin hikayede şunlar güzel hikayeler var. Köp rahmet hakikaten aslida numus qilish kerak bo'lganlar. Şu tanqidlayotgan şu erkeksiz bir jitimni baqa oldingizmi? Şehitlerimizning bir balasiga 1 oylik o'qish pulini yoki turmush pulini bera oldingizmi? Ularni selishtirib beqing, endi sizning baho berish huquqmi? Yo'miz kelib mushu Safakoyning o'zida 2 Uyg'ur ayol bilan qo'l ilishmisingizmi? Xatoga qildim. Ko'rishib
Xanım siz nereden geldiniz? Nima uchun chet elga chiqib qoldingiz? Nima uchun bundaq kiyinyapsiz deb so'rab baqdingizmi? Hech nim demay turib bundaq qarquraq qo'yiq baho berish oranda ketayotgan, oranda yani ümidini yo'qotmasdan, imonini, o'ziniki aqidasini yo'qotmasdan, sizga tayanmay, hiçbir Uyghur tashkilotiga tayanmay yoki ko'chadagi bir erkakka tayanmay, nomusini saqlab farzandlarini beqiyotgan bir ayolga siz hujum qilish, ularni bağlashga qanday haqqingiz bor? Biz millatni so'yimiz deymizken, so'ygu o'xshash ba'zi, shunaqmi? So'ygu tanqidlamaydi, so'ygu jazolamaydi deydi, shunaqmi? Agar siz millatingizni qanday kiyvog'ini, nimin davatqini, nimi yevatqini bilan uni ko'rgan bo'lsangiz, uni baholagan bo'lsangiz, bu so'ygingiz yog'an. Demak, sizga millat so'ygusi yo'q. Bu so'ygu yog'an. Men shunday tushunman. Haqiqiy so'ygu, mayli u meyib bo'lsin, xuddi bir onaning balasiga bo'lgan so'ygudek bo'lishi kerak. Bir oshiqning ma'shuqiga bo'lgan so'ygudek so'ygu bo'lishi kerak. Millatingizning yaxshi, yomonlari har tarafi bilan uni quchoqlay olsangiz, u men ashlarning bir parchasidan dalalaganda siz oshi millatga yani vakillik qildigan bir insonga aylana olasiz. O'zingizni Uyg'ur deb shu Uyg'ur degan go'zal dunyodagi eng sevimli kalimani qo'llana oladigan bir inson bo'la olasiz. Siz uni so'ymay turib, himoya qilmay turib, haqiqiy tushunmay turib, bunday deyish menimcha eng ahmoqlik, o'zimiz o'ldirganlik menimcha. Millatni so'ymak, uning hamma nimasini so'ymakdir. Har kishini so'ymakdir. Men shunday o'ylayman. Albatta. Onun fikir qarashi, ko'z qarashi sen bilan o'qishsin, Bu g'arb davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar biz erkinlik, demokratiya, diniy haq-huquq deb so'zlaymiz. Siz mayli o'zining dinidan chiqib boshqa dinlarni qabul qilganlarni himoya qila olasiz, birga o'tira olasiz-yu, o'zining ming yillarcha qo'g'dab kelgan aqidasiga yanala shu hech qanday nima qilmay, aqidasini sundirmay, o'zining imonini saqlab kelganlarga nimishga hujum qilish haqqingiz bor. Diniy erkinlik deysiz, ishonish, ishonmaslik, qanday ishonishning hammasiga hurmat qilish bu diniy erkinlik. Agar siz faqatlam mening qarshimdagi diniy erkinlikka hurmat qilma desangiz, u diniy erkinlikni sizni boshqalardan talab qilish haqqingizmi yo'q? Uning har qanday bir yaratquchiga ishonish va ishonmaslik, qanday ishonish, qandaqlarcha dinning yo'sini bo'yicha kiyinish erkinligiga hurmat qilish, bu diniy erkinlikka hurmat qilish bo'ldi menimcha. Xo'sh. Ko'p rahmat, haqiqatan güzel suhbat bo'ldi. Mencha o'sha oxirlashtiraylik. Men sal qaynab qoldim bu temada, chunki nurg'un shundaq ko'ngli nozik, dili sulg'un shundaq ayollarimiz ashta hujumlarga uchirganligidan shu da'vodan voz kechayotgan, hatto shu ishonchisini, umidini butunlay shu da'vo biz Uyg'urlar uchun da'vo qilyapmiz degan shaxslardan umidini butunlay uzgan, ko'ngli og'irgan shunday hikoyalarni ko'p angladim. Muxbir bo'lish bilan hammaning hikoyasini anglayman. Shundaq hadlarimiz, singillarimiz oz emas-ku. To'g'ri. Bularga bizga baho bermanglar, bo'pti Uyg'ur debmi hisob qilmanglar. Biz bilan koringlar bo'lsin. Biz o'z yo'limizda, o'zimizning aqidasi, o'zimizning yo'li bo'yicha o'zimizni saqlash haq-huquqimiz bor. Bizga hujum qilmanglar, biz sizlarga ziyon yetkazmadik deydi. Men shu hijobni otgandan buyon texi yo'lim bekarak ichilib, Amerikada maydonimning aniqligini ko'rgandan keyin bekarak hurmat qilib, boshqalardan bekarak menga yo'l berib, bu Amerikaning shu yuqori darajalik siyosiy yo'llari bilan shundoq yog'liqim bilan uchrashmay hech kim yoki ularningki qo'g'dug'uchilar bo'lsin va yoki ular uchun ish qilayotgan sekretarlar bo'lsin, ma yog'liqimdan mening boshlig'im rahatsiz bo'ldi, yo'qmi bunday qilsang radikal ko'rinib qolsa demidi. Men necha qitimlab Amerikaning muavin prezidenti darajasidagi va yoki 3-4 qo'l mushundaq darajadagi insonlarning bevosita shaxsiy taklifiga binoan uchirish mushta fursatlarga erishdim. Hech kim yog'lig'imga qarag'im yo'q. Hech qaysi mundaq nazardanmi bilalaysiz-ku, sizni kamsityotamda hurmat qilyapman. Albatta. Ular intayin hurmat qilgan, ajoyib bir shaxsni kutib olgan, xuddi hayotida bunday jasoratlik, bunday chidamchan, sabrchan bir millatni ko'rib boqmagandek bir nazarda sizga qaraydi. Va shuni sizni shu o'zingizning dardlarini ularga anglatishga ilhomlantirdi. Shunga
hicabımız veya ki uçuk kiyimimiz veya ki yan birimiz bizning Uyg'urligimizga hech de qaçmaydi. Şu. Qalbimizda Uyg'urlik, tomirimizda Uyg'urlik, ruhimizda Uyg'urlik. Şuna bunu datalash qilish, bunu cho'ng birmuncha davlatlardan shuncha vaqtimizni sarf qilib, kuchimizni sarf qilib yig'ilgan yig'inlarda deyishning o'zi millatimizning yanala jiq narsalarni isloh qilishga muhtoj ekanligini ko'rsatib berdi xolos, boshqa narsa emas. Ko'p rahmat, haqiqatan. Ko'p Allah rahmat razı olsun. sizga. Allah razı olsun. Qadrli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan vaqtimiz suvdek o'tib ketdi. To'xtalish kerak bo'lgan masalalarni asos jihatdan so'rashga tirishdim. Inshaalloh yana bir boshqa bir temada yangi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.